Assalomu alaykum. Mana biz hozir Andijon viloyati Buloqboshi tumani Rivoj MFEdagi 483 sonli konturimizga kelganmiz. Bu konturimizning maydoni jami 10 gektar. Uzunasi taxminan 400 metr, eniga taxminan 250-260 metr o'rtacha uzun qisqa joylari bilan hisoblangan. Mana maydon chegaralari konturimizni. Bu konturimizga sarimsoq piyoz ekilgan. Bu sarimsoq piyozimizni yetishtirish muddatimizni 280-290 kun deb belgilab olganmiz. Hozirda bu maydondagi hosillarni jami 67 ta dehqon xo'jaligiga bo'lib berilgan, o'rtacha 10, 15, 20 sotixdan bo'lingan. Bu konturimizga New Elegant MCJ'mizni biriktirganmiz tadbirkorimizni, lider tadbirkor qilib. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 10 tonna, jami 100 tonna hosil olishni rejalashtiryapmiz. Bir tonna chesnogimizni 20 million deb hisoblasak, jami 2 milliard taxminiy hosildan daromad olishni rejalashtirganmiz. Shunda har bitta dehqonimizga taxminan 29 million 30 million atrofida o'rtacha daromad kutishyapti. Hozirda bu konturimizda hosilini yig'ishtirish jarayonlari boshlangan. Konturimizni chegara maydonlari yaqinlashtirib ko'rsatamiz. Ekinlar bu yog'i mana yig'ishtirilib bo'lgan, yig'ishtirish boshlangan mana dehqonlarimiz tomonidan.